Dunyodagi g'aroyib tabiat mo'jizalari. Dunyoda juda ko'p sirli voqealar, g'aroyib hodisalar va sirlar mavjud. Aholi zich joylashgan joylar aholisi tabiatdan zavqlanishga hech narsa xalaqit bermasligi uchun butun mas'uliyat yukini shaharda qoldirib, o'rmonda sayr qilishni orzu qilishadi. Ba'zilar piyoda yurish, qayiqda suzish va tog' cho'qqilarni zabt etishga ishtiyoqmand. Bugun sayyoradagi kishi ongini hayratda qoldiradigan vahimali hodisalar, xavf va qo'lankalarga boy ba'zi sirli tabiiy mo'jizalar haqida aytib beramiz. Playa otchopari. Bu otchopar AQShning Kaliforniya shtatida joylashgan. Yassi cho'l o'rtasidagi bir joyda yotgan toshlar tong otganda iz qoldirib, o'z joyini almashtiradi. Aniqki, ular o'z-o'zidan harakat qila olmaydi. Odamlar bu toshlarni o'zga sayyoraliklar ko'chirib qo'yishiga ishonishda davom etmoqdalar. Dastlab olimlar bu hodisa bilan 1915-yilda qiziqa boshladilar. Keyinchalik tadqiqotchilar Richard va James Norris bu hodisa sirini ochishga harakat qilishdi. Ularning fikricha, tog' jinslari muzlik davrida hosil bo'lgan yer ostidagi muzlar tufayli siljiydi. Albatta, biz ularning fikriga qo'shilamiz, chunki o'zga sayyoraliklarning sahrodagi toshlarni joydan qo'zg'atishdan ko'ra muhimroq ishlari ko'p bo'lsa kerak. Madidi milliy bog'i. Boliviyada Amazonka daryosining yuqorisida insoniyat sivilizatsiyasi tegmagan yovvoyi o'rmon bor. Butun dunyodagi botaniklar va zoologlar sayyoramizdagi eng katta qo'riqxona Madidi bog'ida har xil turdagi tirik mavjudotlarni o'rganishni istaydilar. Biroq bu ajoyib joyni borib ko'rishda bitta to'siq bor. Bog'dagi hamma narsa, hayvonlardan tortib o'simliklargacha hammasi zaharli. Ularga tegingan odam yo mayib bo'lib qoladi, yo hayot bilan xayrlashadi. Bu joyni haqiqiy jannat deb biladigan mahalliy aholi bunday sharoitda yashashga moslashgan. Ularda asrlar davomida bog'dagi ko'plab zaharlarga qarshi immunitet rivojlangan. National Geographic jurnali a'zosi Joel Sartori bu yerda 3 hafta yashab ko'rdi. Shundan so'ng shifokorlar oddiy mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan leishmaniyoz va qora tropik bezgak kasalliklarini aniqlashdi. Danakil chuqurligi. Efiopiyada ham bir noyob joy bor. Bu bir nechta faol vulqonlardan iborat Danakil chuqurligi. Bu joy shuningdek jahannam darvozasi deb nomlangan. U hech nimaga o'xshamaydigan olamlar orasidagi portalga o'xshaydi. Unga tikilgan kishi hatto mavjud haqiqatda bo'lib turganligiga shubha qiladi. Shuningdek, bu hududda 3,2 million yillik Australopitek qadimgi odamsimon maymun qoldiqlari topilgan. Olimlar bu hududda bir necha noodatiy ekotizmlarni kashf qilishdi. Masalan, ba'zi mikroorganizmlar yerga xos bo'lmagan kislotalar to'la qaynab turgan suyuqliklarda o'z yashovchanligini ko'rsatyapti. Iblis qozoni. AQShning Minnesota shtatida Iblis qozoni nomini olgan juda g'aroyib sharshara bor. Xo'sh, nima sababdan u shunchalik qo'rqinchli ekan? Tepadan tushayotgan suv qayerga ketayotganini hech kim, hatto olimlar ham bilmaydi. U shunchaki piyola shaklidagi idishga quyiladi va izsiz yo'qoladi. Sayyohlar bu sharsharaga har xil narsalarni tashlashadi. Biroq atrof sinchiklab ko'rilgandan keyin hech narsa topa olmaydilar. Hech kim u yerga sho'ng'ishga jur'at etmagan. Mahalliy aholining aytishicha, bir kuni o'smirlar Iblis qozoniga butun bir mashinani ag'darib yuborishgan. Suv hech qanday iz qoldirmasdan uni butunlay yutib yuborgan. Tabiat o'zining go'zalligi bilan kishini hayratga soladi, kuch-qudrati bilan esa qo'rqitadi. Inson yomg'irlarga ko'nikishi, qurg'oqchilikka qarshi kurashishi, hatto tayfun va bo'ronlardan boshpana qurishi mumkin. Biroq ofatlarning hammasiga ham tayyor bo'lishning iloji yo'q, chunki tabiiy anomaliyalarni ko'pincha insonning o'zi qo'zg'atadi.
Anomaliyalar inson harakatlarining sababi yoki natijasi bo'lishi pirovardida insoniyatdan uzoqlarda sodir bo'lishi yoki yerdagi barcha mavjudotlarga xavf solishi ham mumkin. Endi esa e'tiboringizga ilmiy izohga berilmaydigan, zamonaviy ilmiy tushunchalardan yiroq va ilmiy dalillarga ega bo'lmagan har xil turdagi hodisalarni havola etamiz. Sirli daryo. Xitoyda hatto 30 daraja sovuqda muzlamaydigan sharsharali daryo bor. Lekin yozning o'rtasiga kelib oqim aniqlab bo'lmagan sabablarga ko'ra muzlay boshlaydi. Sarxush qushlar vodiysi. Osmondan qulayotgan qushlar vodiysi Hindistonning Assam shtatidagi tog'larda joylashgan. Yozning oxiriga kelib, aynan avgust oyining o'rtalarida yarim tunda qushlar osmondan tusha boshlaydi. Ular yarim hushsiz holatda bo'lib, hatto qo'lga olinganda ham qutulishga urinmaydi. Tasodifiy mos kelganlikmi yoki olimlar Shimoliy Muz okeani va Antarktidaning shakllari va o'lchamlarini o'rganib chiqib, ularning konturlari, ya'ni sirtqi ko'rinishlari deyarli bir xil ekanligini ko'rib hayratda qolishdi. Meteorit qulashi natijasida Antarktida qit'asi sayyoraning narigi tomonidan siqib chiqarilgan degan taxmin olg'a surildi. Bu fantastik faraz bugungi kunda ham ko'plab tarafdorlarga ega. Davrini adashtiradigan urush. Gretsiyaning Krit orolida guvohlar ularning ko'z oldida Franca Castello qal'asi yaqinidagi dengiz ustida shovqin-suron va qurollar ovozi eshitilgan ulkan jang sahnasi paydo bo'lganini tavsiflab berishgan. Sarob dengiz bo'ylab asta-sekinlik bilan harakatlanib qal'a devorlariga g'oyib bo'ladi. Tarixchilarning aytishicha, bu yerda 150 yil oldin Yunonlar va turklar o'rtasida jang bo'lib o'tgan. Go'yoki davrda adashib uning voqealigi vaqti bilan Franca Castello qal'asi yaqinidagi qirg'oqda kuzatilib turadi. Tongdagi Gloria. Shuni ham aytish kerakki, hamma tabiiy hodisalar ham ayanchli emas. Tongdagi Gloriani haqli ravishda eng go'zal tabiiy anomaliyalardan biri deb hisoblash mumkin. Bu Avstraliyaning shimolidagi Carpentaria ko'rfazida uchraydigan noyob meteorologik bulut turi. Yuqoridan yoki yerdan ajoyib manzara kasb etib, osmon bo'ylab katta hajmli bulutlar yoyiladi. 1970-yillardan beri bu hodisani o'rganib kelayotgan olimlar hozircha bu tabiat mo'jizasidan zavqlanishdan boshqa chora yo'qligini aytishmoqda. Tabiiy anomaliyalarning oldini olib bo'lmaydi, biroq tabiat va aholining halokatiga olib keladigan anomaliyalarning oldini olish, o'zimizdan keyin beg'ubor go'zalliklarni qoldirish va zararli ta'sirlarni kamaytirish insoniyatning qo'lidadir. Sayyoradagi sirli hodisalar sodir bo'ladigan joylar. Ba'zida dunyoning biror bir chekkasida sirli bo'ron va momaqaldiroqlar bo'ladi. Paranormal holatda osmonda chiroqlar yonadi. Boshqa hollarda esa odamlar yoki buyumlar sirli tarzda g'oyib bo'lgani kabi g'alati hodisalar ro'y berib turadi. Sayyoramizda hatto olimlar buni tushuntirib bera olmaydigan ana shunday joy bor.
Venesuela momaqaldiroqlari. Momaqaldiroq nimaligini har bir kishi biladi albatta. Osmon bulutlar bilan qoplanadi, chaqmoq chaqadi va momaqaldiroq gumburlaydi. Keng tarqalgan fikrga ko'ra bunday tabiat o'zgarishlari uzoq davom etmaydi va undan qo'rqmaslik lozim. Biroq Venesuela xalqi bu fikrga qo'shilmaydi. Catatumbo daryosi oqib o'tadigan hududda momaqaldiroqlar bir necha soat davom etadi. Eng ajablanarlisi, ushbu holat har kuni kechki paytda boshlanib tong otgach tugaydi. Yunon vaqt sarobi. Qadimiy Franco Castello qasriga tashrif buyurgan sayyohlarning tovush va ko'zga ko'rinmaydigan gallyutsinatsiyalarini boshdan kechirishi uzoq vaqtdan beri butun dunyo olimlarining fahmlab olishga harakat qilayotgan siridir. Odamlar ularning ko'z o'ngida harbiy jang bo'lib o'tayotgan sharpalar ko'rinishini aytgan. Shunda ular nafaqat jang ishtirokchilarini ko'rgan, balki shovqin, qurollarning jaranglashi va otlarning dukur-dukurini eshitgan. Mahalliy aholining aytishicha, saroblar quyoshning birinchi nurlari paydo bo'lishidanoq paydo bo'ladi. Ehtimol, ionlashgan havo va antik davr muhiti kishiga ushbu tasavvurni uyg'otar, biroq hozircha aniq javob yo'q. Hesdalon shulalari. Norvegiyaning Hesdalon vodiysida yana bir tabiat siri topildi. Har kecha osmonda qayerdandir allaqanday sirli yorqin chiroqlar paydo bo'ladi va ular darhol o'chadi. Kuzatuvchilar hayratda yelka qisib qo'yishdan boshqa chora topmayapti. Bu yer anchadan beri olimlar diqqat e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Ular bu yerda bir necha tadqiqot o'tkazgan, biroq jumboqligicha qolib hech narsa topilmadi. Shu'lalarning to'satdan paydo bo'lishini ushbu yerda joylashgan radioaktiv ko'ldagi oltin gugurtning suv reaksiyasi bilan bog'liqlik taxmini ilgari surilgan. Bu bug'lanish paytida sodir bo'ladi. Shu sababli uchqunlar paydo bo'ladi, deydi ular. Skandinaviya afsonalari muxlislari esa bularning barchasini dostonlardagi ayyorlik eposi Loki qiladi deb ta'kidlashadi. Boshsizlar vodiysi. Kanadada joylashgan bu g'alati vodiyning obro'si ham taxminan Bermud uchburchagi bilan bir xil. Gap shundaki, bu yerga kirgan odamlar g'oyib bo'lib qoladi, keyinroq ular o'lik, biroq jasadlari boshsiz holda topiladi. Birinchi holat 19-asrning oxirida yuz berdi. U yerda bir necha oltin qazib oluvchilar halok bo'ldi. Olib borilgan tekshiruvlar vodiyni qurshab olgan tog'lar va zich o'rmonlar mavjud dalillarni ishonchli tarzda yashirganligi sababli natija bermadi. Sizni hayratlantirishda davom etamiz. Chernogoriyaning Dinosha nomli qishlog'ida noyob bir tabiat hodisasi kuzatilib kelinadi. Qishloqda har qanday tajribali sayyohni hayratda qoldiradigan bitta tabiiy hodisa mavjud va u asosan kuchli yomg'irdan so'ng sodir bo'ladi. Tabiiy favvora. Dinoshaning janubida g'alati va ajoyib daraxt bor. Yoshi 100 yildan oshgan bu daraxt ko'rinishidan qari tutga o'xshaydi. Qishloq aholisi daraxtni tabiiy favvora deb ataydi. Darhaqiqat, garchi buni faqat kuchli yomg'irdan keyin ko'rish mumkin bo'lsa-da, u chindan ham oddiy favvoraga o'xshaydi. Keyingi 25 yil davomida kuchli yomg'irdan keyin bu daraxt tanasidan kuchli oqim bilan suv sizib chiqadi. Bularning barchasi 1,5 metr balandlikda sodir bo'lishi aniqlangan. Ba'zilar daraxt ichiga qandaydir quvur naychasi o'rnatilib qo'yilgani natijasida undan suv chiqadi deb aytadi. Biroq daraxt ichida hech qanday quvur yo'q va uni o'rnatish kimga va nima uchun kerak bo'lgan ekan?
Aslida yomg'irdan keyin suv yer osti chashmalarini to'ldiradi va u yerdagi hosil bo'lgan bosim tufayli suv butun o'rtasi chirigan daraxt tanasi bo'ylab ko'tariladi va tabiiy favvoraga o'xshab otilib chiqadi. Bunday tabiat hodisalarini kuzatish juda qiziq. Bu daraxt to'g'risida hech qanday afsona yo'q. Bu shunchaki tabiatning o'ziga xos xususiyatlari, deydi mahalliy fuqaro Emir Hakramay. Ehtimol bu hodisa unchalik noyob emasdir, ammo mana bunisi Jodugar qudug'i. Bu quduq Estoniyaning Tuxala qishlog'ida joylashgan. Quruq ob-havoda u hech kimning e'tiborini tortmay tinchgina turadi. Biroq yomg'ir yog'ishi bilanoq quduq o'zidan bir necha kun davom etadigan suv oqimlarini otib chiqara boshlaydi. Olimlar bu g'ayrioddiy hodisaning mohiyatini aniqlashdi. Gap shundaki, quduq to'g'ridan-to'g'ri yer osti daryosi ustida joylashgan. Yomg'ir yoqqanda yuzaga kelgan kuchli bosim suvni favqulodda tashqari tomon kuch bilan itarib yuboradi. Mahalliy aholi esa bu to'g'rida yomg'ir paytida yer ostida yashaydigan jodugarlar bir-birlarini supurgi bilan bug'lashlari sabab suvlar tepaga ko'tarilib, bu favvora paydo bo'lishiga amin. Yeyish mumkin bo'lgan orol. Eron yaqinidagi Xurmuz oroli nafaqat go'zal, noyob tabiat durdonasi bo'lishi bilan, balki shunisi bilan mashhurki, uni yesa bo'ladi. Aholisi oziq-ovqat uchun tuproqdan faol foydalanadi. Ular buni qishloqlik yoki biror bir diniy odatlar tufayli qilmaydi. Xo'sh, nega Xurmuz aholisi o'z orolini yer ekan? Sayyohlar butun dunyodan bu yerga ajoyib manzaradan bahramand bo'lish uchun tashrif buyuradi. Go'yo yerda bo'lmaganidek to'q sariq, binafsha rang va qizil tog'lar jilosi shunchalik yorqinki, ular haqiqiy emasdek tuyuladi. Ular orasidan oppoq qoyalar va baland toshlar ko'rinib turadi. Dengiz suvi bilan ta'siri tufayli plyajlardagi qumlar va qirg'oq to'lqinlari ham aql bovar qilmas darajadagi ranglarga bo'yalgan. Bu yerda siz qizil qum ustidagi nilufar qoyalarga urilayotgan pushti binafsha to'lqinlarni tomosha qilib sayr qilishingiz mumkin. Orolning tuzilishi ham o'zgacha. Xurmuz tuz qatlamlardan iborat. Oqimlar va iqlim tufayli bu joyda millionlab yillar davomida tuz to'plangan. U gipsli jinslar bilan birgalikda suv osti toshlarini ikki tomonga surib yuborib, butun bir orolni hosil qilgan. 42 kvadrat kilometr maydonni egallaydigan qobirg'adagi katta tuz konlari kimyoviy reaksiyalar natijasida nafaqat tuproq, balki qoyalar rangining o'zgarishiga olib kelgan. Tuzli qoyalar. Tuz tufayli orolda deyarli hech narsa o'smaydi. Bu yerda dehqonchilik qilib bo'lmaydi. Tashlab qo'yilgan qal'a va savdo portida faqat baliqchilar yashaydi. Qo'shimcha daromad manbai sifatida ular tarkibida juda qimmatli mineralli mahalliy tuzni qazib olib, sotib kun ko'rishadi. Nega ular tuproqni yeydi? Bu joyda yerni haqiqatan ham qaylalardan tortib baliq va murabbogacha qo'shishadi. Mahalliy tomchi obi nonlari odatda un va tuproq aralashmasdan olovda pishiriladi. Albatta, oroldagi tuproqning hammasidan ham foydalanilmaydi. Ovqat tayyorlashda faqat bitta tepalikdagi tuproq ishlatiladi. U ham bo'lsa tozalanadi, elakdan o'tkaziladi va termal qayta ishlanadi. Cho'qqidagi tuproq o'ziga xos tarkibi tufayli juda mazali. Uni tuzga turli xil ziravorlar qo'shilganini misol qilib, Kavkaz ziravorlari bilan solishtirish mumkin. Xurmuzdagi tuproqqa o'tlar emas, aynan uni tabiiy ziravorga aylantirgan minerallar va tuzlar tan beradi. Sayyoramizda juda ko'p hayratlanarli joylar bor va hozirgacha ularning sirlarini ochish uchun kalavaning uchi topilmayapti. Balki bir kun kelib, ular insoniyatga o'z sirlarini ochib berar. Bu hodisalar nima bilan bog'liq ekan? Siz nima deb o'ylaysiz?